Do'stlar, hali bunaqasi bo'lmagan, oddiygina bitta paqirda suvda olib kelasiz. Ichiga qumimizni aralashtirasiz. Qumimizni aralashtirganingizda bunaqa pishirishimiz bo'ladi, rangli bo'ladi. Mana shuni bitta solib beradigan bo'lsangiz, shunaqa bekorchi videolar ko'rib turib zerikan akalarimiz uchun O'zbekistonda yangilik hisoblanadi. Nova akalarimiz super yangilik do'stlar. Bular sotib oladigan bo'lsangiz, bir kunda o'rta soatiga aytadigan bo'lsa 300 tadan boshlab maksimum 600 tacha nonni chiqaradigan, non yasaydigan apparatlar hisoblanadi. Do'stlar, bunisi 6 tali bo'ladi. Eng vahimali, eng qimmati, eng full variant hisoblanadi do'stlar. Bular sotib oladigan bo'lsangiz do'stlar, apparatini o'zi keladigan bo'lsa $550 hisoblanadi. Vodiy bo'ladi, dastlabkilar mutlaqo bepul bo'ladi. Agarda qolipi, undan tashqari bitta chekish kerak deydigan bo'lsa, narxi $600 bo'ladi. Buni ichida esa vodiy bo'ladi, dastlabkilar mutlaqo bepul bo'ladi. O'zbekiston qo'yin joylar esa kelishgan holatda bo'ladi. Agarda kompressor bilan kerak deydigan bo'lsa, narxiga $100 dan boshlab $200 gacha qo'shilib qoladi. Soatiga 300 tadan 600 tacha non yasagan apparatlarimizni optim birinchi qo'l yasab sotiladigan joyda turibmiz. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, soqqani kanaldan oldim deydigan bo'lsa, chiroyli narxlarda kelishgan holatda bo'ladi. Pastda nomerga aloqaga chiqaverasizlar.